Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Шановні українці, українки, важливо і цієї доби бути уважними до... Ukraina 500 kilometr masofadagi nishonga zarba berdi. Zelenskiy. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy 500 kilometr masofadagi nishonga amalga oshirilgan zarba haqida ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina uzoq masofali sanksiyalar doirasida Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Armavir shahrida joylashgan neft sanoati obyektiga zarba bergan. Zelenskiy bu harakatni Ukrainaga qarshi urushga javob sifatida baholab, uzoq masofali amaliyotlar davom etishini ta'kidlagan. Donald Trump AQShning Hormuz bo'g'ozidagi dengiz blokadasi bekor qilinganligini ma'lum qildi. Bo'g'ozda tiqilib qolgan kemalar harakatni qayta boshlashi mumkin. Qolgan barcha dengiz minalari esa yo'q qilinishi kerak. Trump shuningdek, Hormuz bo'g'ozi har ikki tomon uchun erkin navigatsiyaga ochiq bo'lishi lozimligini, Eron esa ehtimoliy kelishuv doirasida yadroviy qurolga ega bo'lishdan voz kechish kerakligini ta'kidladi. Ukraina Rossiyaning 2 Tu-142 samolyoti va Iskandar tizimi yo'q qilinganini bildirdi. Ukraina zarba dronlari orqali Rossiyaning Taganrog aerodromiga hujum uyushtirilganligini va oqibatda 2 dona Tu-142 hamda 1 dona Iskandar raketa tizimini yo'q qilinganligini ma'lum qilgan. Hodisa Rossiya hududining eng chuqur qismi Taganrog aerodromi hududida yuz bergani aytilgan. Aerodrom harbiy aviatsiya texnikasiga xizmat ko'rsatish bilan ham tanilgan. Ukraina Rossiyaning Admiral Essen kemasiga zarba berdi. Ukraina kuchlari Novorossiysk harbiy dengiz bazasida Rossiyaning Admiral Essen fregat kemasiga dronlar orqali hujum uyushtirgan. Ma'lumotlarga ko'ra, kalibr qanotli raketalarni tashuvchi ushbu kemaga dronlar yordamida zarba berilgan. Voqea kemaga qilingan 4-hujum sifatida qayd etilmoqda. Tarqalgan yangi tasvirlarda dron kemaning kuchli havo mudofaasini chetlab o'tib, unga urilgani aks etgan. Rossiya harbiy kemalariga dronlarga qarshi tor o'rnatdi. Rossiya barcha flotlardagi harbiy kemalar va suv osti kemalariga Ukrainadan kelayotgan dron hujumlariga qarshi himoya sifatida anti-dron torlarini o'rnatgan haqida xabar berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu torlar dron pardaklarini chigallashtirish yoki kichik portlovchi yuklarni zararsizlantirish maqsadida ishlatiladi. Bu choralar arzon va tezkor himoya usuli sifatida qo'llanilmoqda. Rossiya maxsus kuchlari Ukraina dronini archa droni bilan urib tushirdi. Donetsk yo'nalishida Rossiya maxsus kuchlari qo'lbola archa kinetik tutuvchi dron yordamida Ukraina dronini yo'q qilingani haqida xabar qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu tizim uchuvchisiz uchish apparatlarini havoda tutib qolish va zararsizlantirish uchun ishlatiladi. Voqeaga oid tasvirlar ham tarqalgan. Ukraina inqirozi hozir Armanistonda yuz berayotgan vaziyatga o'xshash holatdan boshlangan, dedi Vladimir Putin. Agar Armaniston Yevroittifoq standartlariga o'ta boshlasa, u bilan integratsiyani obyektiv ravishda to'xtatishga to'g'ri keladi. Rossiya bilan iqtisodiy aloqalar uzilsa, Armaniston yalpi ichki mahsulotining 14% qismini yo'qotadi, degan Rossiya rahbari. Ukraina Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina va Kanada razvedkachi dronlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha kelishuvga erishgan. Qayd etilishicha, ikki davlat mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni kengaytirishga doir bitimni imzolagan. Unga ko'ra, dronlar Kanada hududida ishlab chiqarilib, keyin Ukraina qurolli kuchlariga yetkazib beriladi. Yevropaliklarning xotirjam uyqusi tugadi. Dmitriy Medvedev
Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev Yevropa ittifoqi davlatlari amalda Rossiyaga qarshi urushga bir tomonlama ravishda kirganligini da'vo qildi. Yevropa ittifoqi mamlakatlari fuqarolari, sizlar shuni tushunishingiz kerakki, hukumatlaringiz bir tomonlama ravishda Rossiyaga qarshi urushga kirdi, dedi Dmitriy Medvedev. Uning so'zlariga ko'ra, shu sababli yevropaliklar uchun xotirjam uyqu davri yakunlangan va buning uchun kim javobgar ekanini yaxshi bilishlari kerak. Polsha bosh vaziri NATO davlatlarini Medvedevning yevropaliklar uchun tinch uyqu tugaganligi haqidagi so'zlariga jiddiy qarashga chaqirdi. Kuni kecha Rossiyaning sobiq rahbari, hozirda Xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritayotgan Dmitriy Medvedev Yevropa ittifoqi davlatlari rasmiylarini Rossiya bilan bir tomonlama urushga kirganini va yevropaliklar buni tushunish kerakligi haqida aytgan. O'sha kunning o'zida Medvedev yana bir post e'lon qilib, Yevropa fuqarolari endi tinch uxlay olmasliklarini ta'kidladi. Rossiya tomonidan provokatsiyalar borgan sari ko'paymoqda. Kecha Rossiyaning sobiq rahbari Dmitriy Medvedev Yevroittifoq fuqarolarining tinch uyqusi tugaganligini aytdi. NATOdagi barcha nihoyat bu faktlar va so'zlarni jiddiy qabul qilishni boshlash kerak, deya bunga munosabat bildirdi Polsha bosh vaziri. Shu bilan birga u Polsha, Boltiqbo'yi mamlakatlari va Ruminiyadagi dronlar bilan bog'liq hodisalarni eslatib o'tdi.